BYD gibrid mashinalarga motor moyini 1 million so'm emas, 800 ming so'm qilib qo'ydik. Motor 4 litr motor moyi va filtri 800 ming so'm. Endi buni ichiga kim nimani xohlasa qo'shib oladi. Xohlasa kompyuterning diagnostika qildirib ketadi, xohlasa salon filtr, xohlasa освежитель, rul chexol, xohlasa mana bunaqa balonga brizgayini ham qo'yib beramiz. Son plus chempionligi bor bu brizgayini. Endi menga keladigan bo'lsa, bu ichi brizgayisi. Bu ham bonusni ichida. Shu narsalar 800 ming so'm. Bunaqa narx hali hech kim qilib bera olmagan, qilib bera olmaydi ham, shuncha bonuslari bilan. Biza bitta BYD ga xizmat ko'rsatmaymiz, hamma elektromobilga xizmat ko'rsatamiz. Bu yerda misol uchun mana bu BYD ning original motor moyi, bu yerda Lisanga o'zini original motor moyi, bu yerda Zikrlarning o'zini reduktor original moyi. Bu yerda keladigan bo'lsa, elektromobilga reduktor moyi BYD original ko'rinib turgan bo'lsa, mana bu o'zini BYD larni qolgan elektromobillarning hammasiga tushadigan qizil antifriz, 9 mingning antifrizi o'ziniki, zavodskoy. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar.